Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdilar. Taqdir to'g'risida gapirayotganlarida Abu Huzomata u kishining otalari aytdilarki: "Ya Rasululloh, ara'ayta ar-ruqiyat nastarqiha va dawa'an natadawa bihi va tuqatan natqiha hal taruddu min qadarillahi shay'an?" Qala hiya min qadarillahi. Ravohu Ahmad va Tirmizi va Ibn Majah. Biz o'zimizni o'qitamiz, dam soldiramiz oyatlardan dedilar sahoba. Va Allohning nomi yozilgan oyatlarni bo'ynlarimizda osib yuramiz. O'qitganimiz, osib yurgan tumonlarimiz taqdirini o'zgartira oladimi Allohning taqdirini? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "U ham taqdirda shifosi bo'lsa, o'sha sabab bo'ladi. Taqdirda Alloh o'zi balodan saqlagan bo'lsa, u sabab bo'ladi. Bu ham taqdirdan ortig'ini qilib bera olmaydi. Dori ham umringiz bo'lsa, shifo beradi. Shifo umr tugab qolgan bo'lsa, hech narsa shifo bermaydi.